Salom do'stlar, bu men Fayza va bugun men bitta video chiqaraman. Bu videoda ko'pchilik odam telefonda Minecraft o'ynaydiganlarda shu koordinata, ya'ni koordinata yo'q deb o'ylaydi ekan. Shuning uchun men bularni sizlarga o'rgatib qo'ymoqchiman. Birinchi bo'lib настройкаga kirib olamiz va pastga o'tkazganimizda mana bu yerda shu koordinata bor. Shuni ezamiz va qarabsizki, bizda shu koordinata mana turibdi. Va bu hamma versiyada ishlamaydi. Chunki 1.10 dan keyin ishlaydi. 1.16 daman. Mana yangi versiyaga ham o'tib oldik. Bu 1.22 versiya. Va bu yerda ham xuddi shunday. Mana ko'ribsizlarki, bu yerda koordinata yo'q. Va biz настройкаga kiramiz. Pastga o'tkazganimizda bunda ham turibdi. Buni men ezdim va qarabsizki, bizda shu koordinata bor. Keyin buni eslab qolishni ham o'rgataman va buning uchun bu yerga kirasizlar va set wordni ezasizlar. Va mana pastda o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Va bu sizlarga foydali deb o'ylayman, lekin hali video tugamadi. Oxirigacha ko'ringlar. Bu yerni ezasizlar va mana bu yerni ezganinglarda bizda yodda qoladi. Bu sizlarga foydali. Va videomiz shu joyda tugaydi. Bu hamma versiyada ishlaydi, faqatgina 1.10 dan keyin.